Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, mening mehrdaryo podpishchilarim. Bugun biz qayerdamiz? Obzorga keldik. Bu yer, xohlasa, Palvoshdan kelsangiz, Ellikqal'a yo'lning ustida, mana Ellikqal'a yo'lning usti, katta yo'l. Mana ikkita joy, orientir. Hamma Ellikqal'a yo'lidagi, Palvoshdagi radarni biladi. Radar hit, hamma tushgan radarga. Shundan bir ekran tursangiz, o'ngga kirasiz, ne chapga. Bu yerni Palvosh. Ana shu yerda javoni sotiladi, 6 sotik. Mana 6 sotik fundamentları qo'yilgan. Toshlar ham bor mana. Bu yerda bir reysimda smes, mana shebin tosh to'yilgan. Bu yoq butkaminning maydalari ham mana 6 qat fundament. 1 2 3 4 5 mana shunday 6 sotik. Bu gapning sasi. Mana shunday ko'rinishi. Mana sizlarga ko'rinishi. Bu yerda xudo 30 ga 20 razmerda. 30 ga 20 javurni. Quyam tashalgan suv, chotki yaxshi suv deydi, toza suv. Ichidan suv, quyi. Mana. Quyi tashalgan. Tamam shu bundayna uzunluğu 30, bu yoqqa qarab 20. 20 ga 30, 6 sotik. Mana shu javurni. Palvoshda lokatsiya. Mana shu ekrandagi telefonlarga telefon qilsanglar, xohlasa, chotki qilib kelishib sotamiz. Egasi shunday sotib bering, o'zingizni nomeringizni qo'ying dedi. Ustida yana kelishaveramiz. Xohlasa, bahasi 55 milyon so'm. Fundamenti tayyor 6 sotik. Mana 50 yo'l. O ko'rib turgan bo'lsanglar. 50 yo'lning ustida 300 metr kirsanglar 50 yo'ldan chapga. Mana ko'rinib turgan asfaltda shu 50 yo'l shu. Stalo. Mana ikki tashda bilasa 50 yo'lda. Bu mana radar. Radarning chapga kirsa 50 yana marshallar o'tib turibdi ana. Mana. Shu 50 yo'l. Ana shunday jigarlar, kelaverasizlarmiz. Kimga zarur bo'lsa 55 milyon so'm bahasi. 55 milyon aytdik biz. Üstünde yine kelişemiz. Takmetleri saz. Şu biz auksion alıngan egesinin atında. Televizyona degan şu podpishchigimiz, dostumuz, qadrdonimiz sotib. Ana shuni hozir dokumentlarni ko'rsataman. Shu dokument olib beraverim. Qurilishi tugallanmagan hovli joy. Mana dokumentlar asliga to'g'ri. Asa Saparbayev degan qo'yilgan mana. Mana qaror qilaman 2019 yil olgan. Bu yerni tumani aholini kam ta'minlagan va uy-joyga muhtoj jihatlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida turar joy qurishlari uchun auksion yer uchastkasi ajratib berildi. Auksionsiz yer uchastkasi ajratib berildi. Prost bu yerda hozir bu ayol 3 ming 4 bolasi bor ekan. Bunu azık bu yerga kelib solishga men qurbim yetmaydi dedi. Bunu sotib, ikki kanalıma bir kanal joyga o'tirib, qolganini shu 20 yil kredit asosida joy olmoqchilar. Ana shunday dom olacaklar bu katta 6 sotik. 30 ga 20 degan 6 sotik. Bu dokument soz, hech qanday ne yo'q. Bu qurilishi tugallanmagan joy. Bu yoqni solib olasizlardan atib o'tirib olaverasizlar. Ana shunday. Men pastga raqamlarga yozing. 55 milyon so'm. Bu fundamentini o'zi ketib qoladi bu. 20 milyon bunun. Tayyor. Mana. Eldingiz zikesh. Buyog'ingiz yo bana 50 metr yo bog'i o'tib turibdi. Bu yoqdan Navoiydan kelsanglar, Hamra var degan ne var bir og'amiz qurilish o'nakar. Shundan kirib kelsa 50 tashimondan 6chadan kirib kelasizlar. Bu yoqdan 50 pоворот, yana shu o'rtada. Böyle bayağı joy olib ketgan o'sha ham yer. Mana. Akşam birlar joy bormi deyveradilar. Hem yer joy. Mana. Bu yog'am joy, anag'am joy, bu böyle bayağı salınıp ketgan. Polni degansa joy. Mana yonunda. Hammasi yaxshi kayfiyat. Shu nomerlarni qoldiramiz pastdagi ekranda. Yozing, aloqaga chiqavering. Mana joy. Mana shunday. Kelaverasizlar.